Hammaga assalomu alaykum. Junaydulloh Uskunan obunachilari. Mana bugun Shahidon ot bozoridan, Namangan viloyati Namangan To'raqo'rg'on Shahidon ot bozoridan mana shu otimiz savdo bo'lyapti. Berishmayapti qanchagadir. Hech pul berdingiz? Mana shu ko'pkam 23 million 200 ming. Yosh necha ekan? 23 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Ot omalasi zo'r ekan. 23 million 200 ming so'm. Keyingi otimiz. Aka necha yashar ekan bu? 10 yashar. Hech pul deyapsiz aka buni? 35 million kam bor deyishyapti. Savdosichi aka? Savdo hali bo'lgani yo'q. Jan necha yosh bu? 5 yashar. Necha pul savdo ko'rdi? 5000 dollar kami bor ekan. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdosi bo'lmadi hali bor. O'ta chiroyli ot ekan bu. O'ynab turibdi janovar. Mana shu otimiz hozir minib ko'rishyapti. Xudo xolasa savdoslarni ko'ramiz. Hech pul bo'lishini. Otimiz hali ham savdo bo'lyapti. 24 ga bo'lsa ol deyishyapti, shu ko'k ot. Mana 25 million so'mga sotilgan otimiz Andijonga sotildi, barakasi bo'ldi. U mana bozor oldi ot ekan. Mana. Necha yashar ekan aka bu? 7 yosh oldingmi 25 ga? 25 million so'mga shu barakasi bo'ldi. Barakasini bersa o'ta chiroyli ot topsiz. Nasib qilsin. O'ta chiroyli ot ekan. Mana sotilgan realni variantlari. Mana shu otimiz savdo bo'layotdi, sotilibdi. Necha pulga bo'ldi aka barakasi oxiri? 32 million so'm. Buyurun nasib qilsin, zo'r ot topsinlar. Afshi ot 32 million so'mga shu ot sotildi. 3 yasharlik, bo'ylari 170 pil usti. Keyingi otimiz. Jan necha pul ekan bu? Puli 60 million so'm kam bor. Ulog'i bormi yo'qmi? Ulog'i 100% garantiya. Yoshlar necha yosh? 8 yosh. Telefon nomer qoldiramizmi, sotib yuboramizmi? Bo'ldi. Sovuganmi? Sovutilgan-a? Ishlab turgan ot ekan. Bir aylantirib qo'ying-chi. Chiroyli ot ekan bu. Mana 25 million so'mga sotilgan otimiz chiqib ketyapti. Ot zo'rini olishdi lekin. Keyingi otimiz. Necha yashar aka bu? 8 yashar. Ot tulog'i bormi yo'qmi? Uloqqa tushganmi? 8 yashar. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 45 million kam bor. 45 million so'm kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Hech pul bo'lyapti, realni savdosi. 26,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. O'ta chiroyli ot ekan lekin tampolari ham o'ziga yarashgan, oyoqlari butun. O'ta tez ekan ot. 25 million so'mga sotilgan otimizni ana minib olib chiqib ketishyapti. Andijonda fermer akalarimiz olishibdi, mingani. Otimiz to'y 1,5 aka buni yoshlari necha yosh ekan? 3 yashar. Necha pul bu savdo ko'rdi aka, realni bo'lgan savdosi? Ha? 15. Telefon nomer qoldiramizmi, qoldirmaymizmi? Sotib berasiz-a? 15 million so'm realni bo'lgan savdosidan. Hozir mana yerda ko'rsatdik. 3 yasharlik to'y 32 million so'mga sotildi. Lekin uni parodasi boshqacha ekan, o'ta zo'r katta bo'lgan ekan. Mana 3 yasharlik bilan nargi 3 yasharlikning farqini bilaverasizlar. U o'ta chiroyli ot edi. 9 yasharlik otimiz. Aka buni ulog'i bormi? Nech pul so'rayapsizlar? Savdosi nech pul bo'ldi? 60 million aytyapmiz, 32 million savdosi. 32 million so'm realni bo'lgan savdosi. Ulog'i bor aka? Tushadi uloqqa. Ot sovuganmi yo sotish kerakmi? Kerak. 9 yashar, 32 million so'm. Mana. Chiroyli ot ekan. Telefon nomer qoldiramizmi, sotib berasizmi? Hojibuva,
Telefon nomer qoldirib qo'ying. Nechilik hojiba? 93lik 938 938 9047. bo'ldi. Ana shunga aloqa chiqishaveradi. Garantiya yig'im qilgan hamma yo'q aka. Uloqqa garantiya. Orqa oldi. Bir jup to'ylarimiz mana shularning o'zlarining havosini. Aka bu necha yashar ekan qora? Qaysi? Buni 1,5 yashar. Nech pul so'rayapsiz? Realni bo'lgan savdosi nech pul bo'ldi aka? 21 million so'm savdosi bo'libdi, berishmabdi. Nargisi ham sizdanmi? U necha yashar u? 2,5 yashar. Yangi minga to'yli ekan bular. U ana ot jangi boshlandi mana ular. Ulog'i boshlavardik. Keyingi to'yimiz. Aka necha yashar ekan bu to'y? 6 oylik. Nech pul so'rayapsiz aka? 11 million so'm realni savdosi bo'lyapti. Telefon nomer qoldiramizmi? Yo'q, sotilib ketadi. Bozoringiz bersin aka. Mana shu bolani o'p qo'ying. 11 million so'mga realni bo'lgan. Ha bo'ldi mana. Chiqarib yuboramiz aka televizorga.